Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Karvak mahallasindamiz, Qazanskiyli. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda bir dona adinochli temir eshiklardan olib ketdik. Bir dona shu zinasini qo'ltiqqa panjalarni o'rnatib berdik. Ko'rib baho berib borasiz, eshikning sifatini ko'rasizlar. Shumkali variant bo'ldi bu eshikimiz. Qalin brukchilikli islardan arkasi shumka, steklovat o'rtasida bor. Kraskalari mashin kraska bo'ldi, Gravatekisda sapilgan 100%. Nijvekalari zolotoy svet, hamma yeri bir xil pasvetda bo'ldi. Quloqlarga keladigan bo'lsak, zavodskoy firmenli quloqlardan bo'ldi, pashnikdan. Do'stlar, bu eshikimizni qalinligi palatasi 6 sm. Görsünüz mümkün. İçeri taraflarını karotkalar ham rezinka bilan aylangan. Profilning ishon taraflari 100% steklovatda qilib ishlandi. Arka taraflarni panellari alikabond bo'ldi. Kompozitli panel. Zamoqlari stimul zamoq bo'ldi. Nemata, eshikni yoqdimi eshik? Sifati yaxshimi? Ko'ngildagidek bo'ldimi rishotkalar? Xudo xolasa. To'ylarga chiqib ketay. Xudo xolasa. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar, shundan rishotka, panjara hammasidan ishlab beraveramiz. Nomerlarni qo'yamiz.